Bugun sizlarga original baristalar ishlatadigan matcha choy ichib ko'rsatib beraman. Mana bo'ldi. Qaranglar. Hidi ajoyib. Voy, miyovcham, meni miyovcham har safar mukbang qilib ko'rsatib qo'yay-ki. Mana hammaga assalomu alaykum. Qo'y. Это очень вкусно. 3 в 1 degan matcha choy deysizlar. Mana matchani originali Imperator Tea profiliga o'tib olsanglar, Optim va original matchani o'sha yerda topasizlar. Mana bunaqa tayyor havolasi bo'lsa, muzdek holati ham, iliq holati ham, O'rizor bozoriga borib qolsanglar, profil ostida manzillarini qoldirdim va telefon raqamlarini ham qoldirdim. Dastavka xizmatlari O'zbekiston bo'ylab hamma joyga bor. Juda ham mazali, sut bilan aralashtirdim. Mana bunisi kukunli baristalar ishlatadigan original matcha. Bunisi esa har xil ta'mligi bor ekan. Banan deysizlarmi, asal deysizlarmi, mana bu original matcha ko'k choyli. Вообще zo'r. Davleniyani normal qiladi va immunitetimizni ko'tarib, energiya beradi. Mazasiga gap yo'q. Ayniqsa trenirovka qiladiganlar uchun ayni muddao vес tashiyman deganlar. Keyin har xil mana bunaqa mevalari ham bor. Men o'zimga guava mevasini oldim. Chunki buni foydasi juda ham ko'p, juda ham noyob puer choylari bor ekan, agar to'g'ri aytgan bo'lsam. To'g'risi men choyga uncha qiziqmasdim, lekin ular do'koniga kirib, boshim aylanib qoldi. Bu choylari turlari, Xitoy choylari, Xitoyga borishni hojati yo'q, o'zlari tushuntirib o'rgatib berishadi. Qaysi choy nimadanligini, mana chiroyligini qaranglar. Mana ular bitta stakanga damlanadigan choychalar ekan, puer choylar. Mana bularda esa choynikka damlab, shag'amchali choylar bo'ladi-yu. Har xil mevali qilib, choyli qilib damlab, mehmon kutishga ham, o'zlaringizga ichishga ham mazali, sifatli. Kattakon rahmat bunaqa assortiment uchun. O'zbekistonda shunaqa joy borligini to'g'risi birinchi ko'rishim. O'tib olinglar, dastavka xizmatlari ham bor.